Yuqorida ham hamkasblarimiz aytishdiki, maktabda umuman o'sha maktabga bergan ta'lim bilan oliy ta'limga kirish masalasi ikkinchi darajali bo'lib qolgandan keyin, ko'pchilik ishonmay qolgandan keyin qo'shimchaga o'quvchini berish borda va bitta holat yuzaga kelyaptiki, bunga bizni dalillarimiz ham, faktlarimiz ham bor. Maktablarda o'sha o'quvchining maktabga kelmasdan turib, ota-onasi direktor bilan gaplashyapti-da, qo'shimchasini qilyapti. Vaholanki o'sha fan o'qituvchisi, o'sha maktabdagi fan o'qituvchisi bu o'quvchi kelmagan-ku, qanaqa qilib dars o'taman degan bir paytda direktor siz aralashmang, bahosini qo'yavering. Bu masala o'zimni zimmamda degan bir masalani bizda hatto faktlar ham bor. Kim o'zi umuman vazirlikka xabari bormi bu holatdan, xabari bor bo'lgan bo'lsa, natijada qanaqadir chora ko'rilgan holatlar bormi bu holat bo'yicha? O'qituvchi berib jabr ko'ryapti. O'qituvchiga o'sha fan o'qituvchisi bahoni qo'yib ber degan talab bor. O'qituvchi aytadi, o'quvchi kelmagan bo'lsa qanaqa bahosini qo'yib beraman. To'g'ri, maktabdagi hamma direktorni ham shunday holatlarga nima deydi, sherik deyishimiz ham noto'g'ri va bu holatni yo'lga qo'ymaydi deyishimiz ham noto'g'ri. Bor bunaqa holat. Davomat yuritishda ikkita prinsip bor. Biz elektron davomat yuritamiz, elektron davomat 90 nechidir foiz, amalda borib ko'rilganda 80 nechi foiz yoki bu bor holat, buni yashirish kerak emas. Juda ko'p holatlarda mana yaqinda ham nima deydi, shu Yangi hayot tumanidagi diniy ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan o'quvchilarning amalda maktabda ya'ni davomat nuqtai nazaridan maktabda o'qiyotganligini isbotlovchi maktab hisobot yuritganligi yoki o'zi amalda maktabga bormaganligi chiqdi. Ya'ni bunaqa holat yo'q degan nima deydi, pozitsiyada emasmiz. Bunaqa holatlar bor. Shuning uchun elektron davomatdan tashqari hozir kunda bosqich mana Toshkent shahrida juda ko'p viloyatlarda qo'yilyapti. Kuzatuv kameralari orqali, maktablarda kamera orqali, buni Face ID tizimi orqali buni joriy qilmasak bo'lmaydi. Ertaga aynan shunaqa vaziyatga tushib qolgan o'qituvchilar, xodimiylar maktab rahbariyatiga yomon ko'rinmasligi uchun, qolaversa ertaga javobgar bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Deylik, o'qituvchi shunaqa, direktor shunaqa talab qo'ygan. Bitta narsa, endi buni ham murojaat qilish tizimi rosa ko'p. Birinchisi ishonch telefonlarimiz. Ishonch telefonlarimiz orqali juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Bevosita vazirimizga Telegram bot orqali murojaat botimiz bor. Ya'ni ijtimoiy tarmoq bor. Ya'ni hozirgi kunda to'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Bir narsani bo'ldi, topshiriq bo'ldi deb bajarish degan masalani kundan kunga yo'q bo'lib boryapti, bu to'g'ri bo'ladi. Sababi ochiqlikda nima deydi? Majburiyati bilan o'zini huquqini birgalikda biladigan o'qituvchilarimiz juda ko'p. Bilmayotganlarga o'zimiz ham o'rgatamiz. Faqat ulardan majburiyatni talab qilamiz, balki huquqlarini ham o'rgatib boramiz. Chunki biz vazifamiz ham shu. Xuddi shunaqa har bir ustozimizni u maktabdagi o'qituvchi bo'lib ishlayotgandagi undan yuqori turuvchi rahbariyat tomonidan qo'yilayotgan har qanday tazyiq bo'ladimi, noqonuniy talab bo'ladimi, u bo'yicha nima deydi, yetarlicha kanallarimiz bor, ma'lumot olish nuqtai nazaridan va unga chora ko'rish tizimini ham yo'lga qo'yib boramiz.